Hürmetli kitap anlıqçılar, hozurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 8. bab. Ular körüştü. Ahırı körüştü. Ular oturup atkan öy uzunçaq, yoruq öy idi. Ekrandan pəs avaz anılıb duratdı. Poldaki qarı kökkiləm goya quş peylirdekla yumuşaq idi. Öyünün yanı bir beşida O'Brien bir üstanның aldida oturgan bulup, üstüde bir çıraq, yeşim nur çeçip duratdı. İki tarafıda nurgun qağaz çeçilip duratdı. Xizmetçi Winston bilen Julia'nı körsetkendila, ondan o beşini götürdü. Winston'ның yüreki şunçilik silip ketdi ki, özünü xuddi bir iğiz zuvan süremmeydigandek oylap kaldı. Ular ahir körüştü. O şu demde faqat muşunla o'ylayalaydı. Onun muş yerning o'ziga kelishimi bir aldirang'uliq edi. Yana kelib ular boshqa yo'ldan kelgan. Faqat O'Brienning ishki oldida uchrashgan bo'lsa-mu, yolg'iz kelmagini texmi bir omoqatlik edi. Shundaqdimi bu yerga qadam besib kirishning o'zila g'oyat zo'r jur'at talab qiladi. İşki partiya a'zolarining uyi va ular turadigan mahallaga boshqalarning kirib chiqishi nihoyatda oz ko'riladi. Bu g'oyat cho'ng qo'roning suri, bu yerdagi hamma narsaning shunchalik hashamatlik va kang ozodligi, yemak-ichmak, tomoqlarning purab baxmagan mezilik edi. To'xtamasdan chiqib tushib turayotgan surati nihoyat tez liftlar. U yoq bu yoqqa bo'kchining mo'kisidek o'tishib turgan oq kiyimlik xizmatchilar. İş qilib bu yerda hamma narsa odamni to'lma aymandiratdi. Garchi uning bu yerga kelishiga to'liq bahonasi bo'lsa-mu, biror yerdan bir qora kiyimlik tuyuqsiz paydo bo'lib, kinishkalaringni chiqa deydigandek, ondan uni chiqirib etdigandek, qo'rqinishdan bir qadammi xoli bo'lolmadi. Ammo O'Brienning xizmatchisi ularni hech nima demasdanla kirgizibdi. U oq chapon kiyib olgan, jug'i kichik, chochlari qora, yüzü olmasqa o'xshash, muzdek, ifodasiz odam bo'lib, Winston uni jungoliqmikin deb faraz qildi. Ular mengayotgan koridorga yumshoq gilam silingan. Tomlariga qoymoq rang zinnat qog'ozi, uning ostiga oq ranglik taxtay chaplangan bo'lib, intayin pokiz edi. Bu ikkilan o'liqib ketdi. Winston tomlari odamlar to'lib suvlib, kirlishib ketmagan bundan başqa birer koridorni ko'rganligini eslayamadi. O'Brien qo'lidagi bir parcha qog'ozni astoydillik bilan o'qiyotganda qiladi. Uning surlik yuzi tuvanga qargan bo'lib, udul qargan odamga uning burnila ko'rinadi. Uning bu qiyofatimi odamga to'limi vazmin, dona ta'sir beradi. U taxminan 20 sekund atrofida midirlamay qog'ozdan ko'zini uzmadi. Ondan o xotirligishni oldiga tortib, ular o'zlarilar bilishadigan kasbiy bir tilda bir nimalarni dedi. Narsa keraklar. Bir pesh, 7 oqilona tasdiqlangan. Bir chekit, taklif, 6 narsani o'z ichiga oladi. Haslangan bema'nilik ideya jinoyatiga yaqinlashgan bekor qilish. Chekit qurilishni davomlashtirmaslik, mashinalarni to'liq faraz qilmasdan olmaslik, chekib, uchur, tamam. O'Brien o'rnidan turdi va ular tarafga yumshoq dastlab keldi. Buning bilan uning bayamqi idoradagidek xizmat kayfiyati ozroq yo'q edi. Ular xuddi uning kayfiyatini besaramjon qilib qo'ygandek, chiroyi odatdagidan bekrak tutilib qolgan edi. Winston bayning yoqi to'liq qutlanmagan qo'rqinish qaytadan uni changilga oldi. Men bir cho'ng xatolik sodir qilibman, deb o'yladi u haqiqatan. Amaliyotda O'Brienning haqiqatanmi bir siyosiy og'dirmichi ekanligiga, uning nadimi biror aniqroq isboti bo'lsin, faqatla ko'zlarning shundoqla uchrashib qolishi va ikki bisliq bir necha eg'iz gap qo. Uning ustiga uning O'Brien haqidagi tasavvuri faqat bir tush xayol ustiga qurilgan edi. U hatto men lug'at og'li kelgan degan bahonagami eslab ololmaydi. Chunki bundaq ahvolda Julia'ning kelganligini tushundirgil bo'lmaydi.
O'Brien ekranning oldidan o'tganda, uning kallasidan kechgan bir o'y uni cho'chitib etdi. O'Brien to'xtab, keyniga burilib, tomdagi bir knopkani bosdi. Ekrandagi ovoz shu zamotla to'xtadi. Julia hayronligidan ovozini tutib ololmadi. Olli-burunla aloqasizlikka tushib bo'lgan Winston hayronligidan cho'chib, "Ekronni etib deb tashladi. "Ha, biz etib olaymiz. Bizda shundoq imtiyoz bor", dedi O'Brien. U ularning udulusiga kelib turdi. Uning qomatli gavdasi u ikkilarning oldida xuddi munardek qad ko'tarib turardi. Uning chiroy ifodasi texicha shundoq sirliq va tushuniksiz edi. U so'g'uq alpozda Winstonning eg'iz etishini kutib turardi. Ammo nima to'g'riliq? Hatto hozirning o'zidami men shundoq aldirash odam tursam, mushundoq vaqt kelib kayfimni uchirib deb o'ylab turgandi. Hech kim ün chiqmadi. Ekronni etayotgandan keyin bu uy xuddi go'rdak timtos bo'lib ketdi. Vaqt to'lma asta, ig'ir qadamlar bilan o'tmoqda. Winston to'lma qiynalgan bo'lsa-mu, O'Briendan nazarini usmadi. Birdilla bu muz chiroyda kulimsirashga o'xshashroq bir alomat paydo bo'ldi. O'Brien doimgi sipoyi harakati bilan ko'zoynagini ko'tarib qo'ydi. "Men so'zlamdim yo sizmi?" dedi u. "Men so'zlay", dedi Winston darhalla. "Bu narsa rostli etikmi?" "Ha, hammani aytib Biz hozir yolg'iz. Biz bu yerga shu sababdan keldik." U to'xtab qoldi. U tunji qitim o'zining muddaosining texicha aniq emasligini tonib yetdi. U amaliyotdami O'Briendan zodi qanday yordam kutadiganligini bilmaydi. Bu yerga nima maqsadda kelganligini aytmoq texmi qiyin edi. U gapini davomlashtirdi. Ammo u davatqallarning to'limi jonsiz, yosalma anglandiganligini bilib turibdi. "Biz cho'qim ba'zi yo'shirun suiqasdlar bor. Ma'lum tashkilotlar partiyaga qarshi maxfiy harakat bilan shug'ullanyotdi. Ham siznimi ashularning biri deb qaraymiz. Bizningmi uningga qatnashqimiz va xizmat qilg'imiz bor. Biz partiyaning dushmanlari. Biz insokning ta'limot qarashlariga ishonmaymiz. Biz ideya jinoyatchilari. Shundaqla ham topdan chiquvchilar. Buni sizga deyishimiz, o'zimizni sizning olqiningizga topshirishimiz uchundir. Agar siz buni o'zinglar to'g'ri tushdinglar deb qarasangiz, uningmi peshonimizni silivitimiz. Biz buningga tayyor." Winston to'xtadi. Eshik ochilgandek qiladi. Degandek, vejik, seriq chiroy bir xizmatchi eshikni chekmayla kirib keldi. Winston uning botilka va stakan bir patnosni ko'tirib olganligini ko'rdi. "Martin bizning odamimiz", dedi O'Brien so'g'uqla. "Ichimliklarni munu yumaloq ustalga qo'y, Martin. O'rindiqlarimiz yetamdikan. Undaqda biz o'tirib ozoda paranglashaydi. O'zangi bir o'rindiq akirgin. Endi rasmiy ishga kirdik. Endi 10 minut xizmatchilikingni qo'yib tur." Bu vijik odam ozoda o'tirdi. Biroq uningda yana bir chakarning xo'jayin tarafidan berilgan ma'lum imtiyozdan bahramon bo'layotgandek kayfiyat bor edi. Winston uningga ko'zining quyruqida qaradi. Winston tuyuqsiz bu odamning bir umr faqat qo'shimcha rol o'tash bilan o'tadiganligini o'ylab qoldi. Shundaqla uning bu yolg'on saloyididan birdan bo'lsa-mu voz kechishini xatarlik ish deb hisobladi. O'Brien botilkani ko'tarib, stakanni qiniq qizil suyuqlik bilan to'ldirdi. Bu Winstonda ilgari bir chaqlarda tam yoki bir e'lon taxtasida ko'rgan bir rasmni eslatdi. O rasmda nurg'un lampochkalardan qurashtirilgan bir cho'ng botilka bor edi.
Botulka astı üstüge hareketlenip, içindeki suyuqluqni istakanға töküp atqanda görünetdi. Üstüden qaraganda bu suyuqluq qapqarlı görünetdi. Amma botulkada bolsa qızıl yaqutdek jimirlaydi. O bir xil chuchmal, amma tatlıq tamdaydi. O Julia'nın onu tolımı qiziqish bilan purab beqiyotganligini ko'rdi. Bu o'zim hariqi, dedi O'Brien bilinar bilinmas kulimsirab. Cho'qim kitoblarda bu to'g'riliq o'qidingiz haqiqatan. Odatda sirtqi partiyadagilar buni uchirtanmaydi. Uning chiroyi yana surlik tus oldi. U istakanni ko'tarib, meningcha biz avval salomatligimiz uchun, shundaqla dohimiz Emmanuel Goldstein uchun ko'taraylik. Winston bir xil taqatsizlik bilan istakanni ko'tardi. O'zim hariqi u o'qib baqqan, shundaqla tushapmi baqqan narsa edi. Bu xuddi aynak qog'oz bosqu va yoki Charrington apandining naqshlaridek allaburun g'oyib bo'lgan romantik o'tmishga tava narsalar edi. Winston Collinsning bir yerlarida o'tmishni oltindek ko'ni davr deb atagan edi. Winston nimishqikin o'zim harqini xuddi qora bo'ljirgan murabbosdek totliq, ichi bo'g'icha odamni xushkayib qiladi deb o'ylaydi. Mana endi uni haqiqiy tetiganda bo'lsa, u narsa Winstonni xilla umidsizlantirdi. Halbuki haqiqat shuki, uzun yil orcha harqi ichish bilan u buni tetiyolmas bo'lib qolgan edi. U quruqtalgan istakanni ustalga qo'ydi. Demak, Goldstein rostla mavjud, dedi u. Ha, u mavjud, u hayot, biroq nadaligini men bilmayman. Undaqda heliqi maxfiy tashkilotlarmi rostmi? U ideya soqchilari o'ydirib chiqargan narsa emasmi? Yo'q, u rost. Biz uni qarindoshlar deb ataymiz. Siz buningdan keyinmi faqat o'zingizning uningga tavaligi va uning mavjud ekanligidan boshqa u to'g'riliq boshqa hech nima bilmaysiz. Buni birdamdan keyin so'zlab beraman. U saytiga qarab. Ishki partiya a'zolarining ekranni yarim soatdan ortiq etibetishi toza oqilonlik emas. Sizlar aslida birga kamsanglar bo'ladi. Qaytqandimi ayrilib menglar, yo'ldosh. Siz menga, dedi u beshin Julia'ga burab. Bizning yana 20 minut vaqtimiz bor. Men so'zimni avval sizdan ba'zi savollarni so'rashdan boshlayman. Tushungaysiz. Umuman aytganda, sizlar nima ishlarni qilishga tayyor? Biz qila oladigan har qanday ish bo'laverdi. Dedi Winston. O'Brien sal burilib, o'zini Winstonga to'g'riladi. U Winston Julia'ga vakillik qiladi deb qaragandek, Julia'ga bek parvo qilib ketmadi. U ko'zlarini birdam yumib oldi. Ondan keyin bir xil tuvan, ifodasiz ovozda savollarini davomlashtirdi. Qarmoqqa bu bir rasmiyat xarakterlik savol-javob qila o'xshaydi. Amaliyotda O'Brien o'zimi bu savollarning javobini biladi. Hayotingizni taqdim qilishga tayyormi? Ha? Odam o'ldirishga tayyormi? Ha? Necha yuz begunoh puhrolarning jiniga zomin bo'ladigan buzg'unchilik harakatlarini qilishga tayyor. Davlatingizni chet el kuchlariga setishga tayyor. Siz aldamchilik, o'ydirmachilik qilishga, go'ro'ga elib olishga, bolalarning qo'lisini chirtishga, buzuqchilikni rivojlantirish, jinsiy kasalliklarni tarqitish uchun har xil dorilarni tarqitishga, ish qilib partiyaning kuchini ojizlashtirishga, yordamini bo'ladigan har qanday ishni qilishga tayyormi? Tayyor. Masalan, agar bizning manfaatimiz uchun kichik bolaning yuziga kislota chochadigan ish to'g'ri kelib qolsa, qila olamsiz? Siz o'zingizning kimligini yo'qotib,
hayatınızның қалған qismida mulozim yoki piriston ishchisi bo'lib o'talamsiz? Agar biz buyruq qilib qolsak, o'lib o'lishga tayyormi? Sizlar ikkinglar buningdan keyin ayrilib turishga, mangu ko'rishmaslikka tayyormi? Yo'q, deb to'g'rivatdi Julia. O'Brien javob berib bo'g'icha Winstonga nihoyat uzun vaqt o'tgandek bilinib ketdi. Hatto u o'zining gap qilgudek majol qolmaganligini his qildi. Uning tili midirlayotdi. Ammo u birdan uni demoqchi bo'lib, zodi deydigan gapini topolmadi. Oxirida bir jur'at bilan yo'q dedi. Buni deb obdan qildingiz, dedi O'Brien. Biz hammani bilishimiz kerak. O'Brien Juliyaga burildi va ma'nlik ohangda: Siz uni hayot qoldi degandimi, uning boshqa bir odam bo'lib qoldiganligini tushunamsiz? Biz balkim uni o'zgartirib etishga majbur bo'lib qilishimiz mumkin. Uning chiroyi, yurish turishi, qo'lining shakli, chechining rangi, hatto ovozi hammasi butunlay o'zgarib ketadi. Balkim sizmi boshqa bir odam bo'lib qolishingiz mumkin. Bizning doktorlarimiz odamni boshqalar tunug'isiz qilib o'zgartirib talaydi. Ba'zida shundoq qilish zarur bo'lib qoladi. Ba'zida hatto badanning ma'lum qismini elib etishimiz mumkin. Pot yoki qo'l degandek. Winston o'zini tutib olmay, yondagi Martinning mo'ng'ul chiroy yuziga ko'zining quyruqida qarab tashladi. Uning chiroyida hech bir totiq bodek emas edi. Juliyaning chiroyi totirib, sapkundirmi nihoyatda ochiq ko'rinib qoldi. Shundaqdimi u O'Brienga yana dodillik bilan qarab turdi. U qo'shilgandek bir nimalarni dedi. Yaxshi, undaqda ishlar bitdi, dedi O'Brien. Üsteldə bir kumush rang sigaret qutisi bor edi. U to'limi parvosiz qiyofatda sigaretdan birini ilib, ondan qutini boshqalarning oldiga ittirdi. Ondan o'rnidan turdi va xuddi mansa obdan o'ynalaydigandek oldi keyniga minishga boshladi. Bu nihoyat oliy sigaret bo'lib, chiroyli o'ralgan, ichidagi tamakisimi ching turadi. Qog'ozimi boshqacha bir xil siliq edi. O'Brien soatiga yana bir qaradi. Martin, siz endi qochqumush uyiga qayting, dedi O'Brien. Men yana 15 minutdan keyin ekronni ochaman. Martin, menishdan burun bu yo'ldoshlarni obdaroq tonib eling. Chunki buningdan keyin bular bilan siz uchrashsiz. Men uchrashmasligim mumkin. Bayam ishik oldidagi o'xshash bu vijik odamning pildirlab turgan ko'zlari ularga tafsili sapsaldi. Uning qarashlarida hech bir do'stonlik yo'q edi. U faqatla ularning qiyofatini esida tutib oldi. Ammo ularga hech qiziqqandek emas edi. Winston balkim o'zgartirilgan chiroylar mushundoq ifodasiz bo'lib qolishi mumkin deb o'yladi. Martin birer eg'iz bo'lsa-mu, xo'sh demasdanla ishkini yepib chiqib ketdi. O'Brien texmi oldi keyniga mengib yuradi. Bir qo'li paltosining yonchug'ida, yana bir qo'lida bo'lsa sigareti bor edi. Siz tushunasiz, dedi O'Brien. Siz endi yoshurun kurash qilasiz. Mengu shundoq bo'ladi. Buyruq qabul qilasiz. Sabini so'rmay ijro qilasiz. Keyin men sizga bir kitob avatib beraman. Siz uningdan biz yashayotgan bu jamiyatning haqiqiy mohiyatini va bizning uni vayron qilish strategiyamizni bilalaysiz. Siz bu kitobni o'qib bo'lgandan keyin qarindoshlarning to'liq huquqli a'zosi bo'lasiz. Bizning umumiy kurash nishonimiz va ko'z oldimizdagi vazifalarimizdan boshqa narsalarni bilmaysiz. Men faqat sizga qarindoshlarning mavjudligini dedim. Uning a'zolari 100 mi, million mi buni demayman. Keyingi xizmat davomidami sizlar faqat eng ko'p bo'lganda 10 necha nafar a'zoninglar ismini deyalishinglar mumkin.
Siz faqat 3-4 kishi bilanla aloqalashasiz. Ularmi yo'qolib ketadi. O'rniga davomli boshqalar almashib turdi. Bu bizning tunji uchrashishimiz bo'lg'ashqa, bu davomlashadi. Buyruq sizlarga mendan keladi. Agar sizlar bilan aloqalashish zarur bo'lib qolsa, Martin orqali aloqalashamiz. Oxirida qo'lga tushib qolganda siz iqror qilasiz. Bundan saqlanish mumkin emas. Ammo sizda o'zingizning ish kuchlaridan boshqa topshirig'idek bir narsa bo'lmaydi. Siz faqat bir qancha ancha muhim emas odamlarni iqror qila olasiz. Balkim meni iqror qilmasligingiz mumkin. Chunki u vaqtda balkim men o'lib bo'lgan bo'lishim mumkin. Balkim yuzlarimmo o'xshamaydigan boshqa bir odamga o'zgarib bo'lishim mumkin. O'Brien yumshoq gilam ustida yanla u yoq bu yoqqa meni otadi. Gerçi uning badani sal kelangsiz bo'lsa-mu, ammo mengishida bir xil salofat bor edi. Buni hatto uning yonchug'iga qo'lini silish, sigaretni tutish degandek ushoq harakatlardanmi ko'gil bo'ladi. O'Brien kishiga bir xil kuchdan boshqa yana ishonch bag'ishlaydi. So'zlariga kinoya o'rlashib ketgandek bilinsimi, odamni tushundigandek ta'sirot beradi. Uning ishki dunyosining qanchalik qizg'in, o'tliq bo'lishidan qat'iy nazar, uningda hargizmi asabiylarning bir taraflamaligi tepilmaydi. U odam o'ldirish, o'lib olish, jinsiy kasal, a'zolarini kesib o'tish, chiroyini o'zgartirib o'tish deganlarni xuddi bir chaqchaqdek bemalol tilga oldi. Buningdan saqlang'ili bo'lmaydi. Bu gap xuddi odamga hech ish bo'lmagandek. Bu biz cho'qim qilishga tegishlik ish. Ammo yana yashashning qimmati bo'lib qolsa, mundaq qilmaymiz degandek ma'no beradi. Winstonning O'Brienga kuchli havasi keldi. Uningga nisbatan Winstonda bir xil cho'qinish tuyg'usi paydo bo'ldi. Hatto u shu chaqda Goldsteinning noma'lum obrazini unutib qoldi. Uning hayvatlik qomati, qat'iylik chiqib turadigan chiroyi ko'rimsiz, ammo to'limi madaniy. Odamni uning mangu yengilmasligiga ishontiradi. U amal qilolmaydigan qiyinchilik, u oldin ko'ranmaydigan xatar yo'q edi. Hatto Julia'mo shundoq ta'sirotga kelib qolganda qiladi. U qo'lidagi sigaretini unutib ketgan edi. O'Brienning so'zlarini berilib anglayotdi. O'Brien davomlashtirdi. Sizmi cho'qim qarindoshlar haqida so'z cho'chaklarni angladingiz. Qo'lingizda u haqda ma'lum tasavvur shakllanganligida gap yo'q. Balkim siz g'oyat zo'r bir yer osti to'rini tasavvur qilgan bo'lishingiz mumkin. Bu to'rdagilarni siz qaranlik holda maxfiy yer osti uylarda ko'rishib turdi. İma ishora yoki tomlarga sizilib qo'ydigan maxfiy belgilar bilan bir-biri bilan tonishidi va aloqalashidi deb o'ylaysiz. Ammo bularning hech qaysi mavjud emas. Qarindoshlarning a'zolarining bir-biri bilan tonishadigan undaq alohida usullari yo'q. Odatda bir a'zo faqat bir necha odamni toniydi. Hatto Goldsteinning o'zimi navada ideya soqchilarining qo'liga tushib qolsa, a'zolarining hammasining tizimligini yoki shu tizimlikni topqili bo'ladigan ip uchini topshirolmaydi. Undaq tizimlik mavjud emas. Qarindoshlar yo'qolmaydi. Chunki u odatda biz tushunadigan bir tashkilot emas. Uni faqat yemirilmas ideyalar tutib turadi. Sizni ideyadan boshqa hech qanday narsa bu yo'lda tutib turolmaydi. Siz boshqalarning sapdoshligiga, ilhom berishiga erishamaysiz. Agar tutilib qolsangiz, hech qanday yordamga erishamaysiz. Eng cho'ng qilolsak, navoda birarining zuvan surmasligi qat'iy zarur bo'lib qolsa, turmaga soqol tig'i yetkazib berishimiz mumkin. Siz cho'qim umidsizlik va natijasizlik ichida yashashga odatlanishingiz lozim. Balkim siz bir mezgil xizmat qilasiz. Ondan tutilib qolasiz. Ondan masalangizni iqror qilasiz. Ondan ölüsiz. Mana shu siz ko'ralaydigan oqibat, natijadir. Bizning hayot vaqtimizda
birər konkret nəticənin qoluğa kelişi mümkün emas. Biz hammamiz ölüb bo'lganlar. Bizning haqiqiy hayotimiz kelgusida. Biz u hayotga bir changal kül yoki so'ngak bo'lib qatnashimiz. Ammo biz ashu kelgusining qachon keldiganligini bilmaymiz. Balkim 1000 yil ketar. Hozirning o'zida kishilarning engini asta oqartishdan boshqa hech ish qilish mumkin emas. Biz o'zimizning bilganlarini kishilarga birdan avlod tarqitimiz. İdeya saqchilarining qo'liga tushganda hech nimaga amal yo'q. U to'xtab soatiga 3-qitim qaradi. Mağdigan vaqtinglar bo'p qapti yo'ldoshlar, dedi u Juliyaga qarab. To'xtanglar. Botolka texi yerim turdi. U stakanlarni to'shqizdi va o'znikini ko'tardi. Buda nima uchun ko'tarsak bo'lar qadahni? Gepidan yanla bir xil kinoya chiqqandek bilinadi. İdeya saqchilarining qo'ymuqib qilishi uchun, Xo'ja akaning o'limi uchun, inson parvarlik uchun, kelgusi uchun, o'tmish uchun, dedi Winston. O'tmish texmo muhim, dedi O'Brien qo'shilib. Ular stakanni quruqdidi. Ondan Julia mengish uchun o'rindan turdi. O'Brien shkafning eng ustidan kichkina bir qutini oldi va uningdan yopiloq bir oq tabletni Juliyaga taqlidi. Buni tilingizning ostiga besib oling. Bu muhim. Bu mavu haraqning purqini yo'qotadi. Liftdagi xizmatchilar bak hushyor, ko'z tipli turdi. Julia ishikni yepib chiqib ketgandan keyin O'Brien xuddi uning mavjudligini unutib ketganda qiyofatga kirdi. U oldi kayniga 2-3 qadam elib etib to'xtadi. Yani ba'zi tafsilotlarni deyishvatmasak bo'lmaydi, dedi O'Brien. Farzimcha sizlarning bir maxfiy ko'rishish o'rninglar bog'o deyman. Winston uningga Charrington apandining do'konining ustidagi uyni deb berdi. Hozircha mushiya bo'p tursin. Keyincha biz boshqacha o'rinlashtiramiz. O'rinni pat-pat almashtirib turish muhim. muhim. Men amalba tezroq sizga heliqi kitobdan bir nusxa yetkazib beraman. O'Brien o'zimi heliqi kitob deganni olayda gavdlantirib aytdi. Sizmi bilib bo'ldingiz haqchon. Goldsteinning kitobi shu. Balkim bir necha kundan keyin bo'lishi mumkin. Sizmi bilasiz, u kitob ko'p emas. İdeya saqchilari u kitobni xuddi biz besib chiqargandek suratda qattiq izlab yo'q qilyotdi. Ammo buning jiq foydasi yo'q. U kitob yo'qolmaydi. Hatto eng oxirgi bir nusxasi yo'qab ketsa-mu, biz uni yana so'zma-so'z qaytadan besib chiqara olamiz. Siz xizmat sumkangizni ep keldingizmi? Ha? Qayda tursa u? Qandaq sumka u? Qora ranglik Night Kona 2 bog'liq sumka. Qora ranglik Night Kona 2 bog'liq sumka. Yaxshi. Oldimizdagi bir kunda aniq vaqtini deyamayman. Siz har kuni qabul qiladigan ma'lumotlarning orasida bir urilmagan xat keladi. Siz uni takror avatishni talab qilasiz. Ikkinchi kuni siz xizmatga sumkangizni olmay kelasiz. Shu kunki ma'lum vaqtda biraylan ko'chada sizning belikingizni tutib, sumkangiz tushib qoldi deb bir sumka berdi. Sumkada shu kitob bor. 14 kundan keyin kitobni qaytarsiz. Ular ikkilisi birdan ün chiqmadi. Siz mang'ili yana bir necha minutlik qapti, dedi O'Brien. Biz yana ko'rishimiz, agar imkon bo'lsa. Winston uningga qaradi va qorong'ulik yo'q yerdimi deb so'radi ikkilangan qiyofatda. O'Brien qilcha hayron bo'lmagandek beshini langshitdi. Qorong'ulik yo'q yerda deb takrorladi u. Xuddi bu gapning nimishga aytilganligini bildigandek. Ha, rost. Men ishdan burun deydiganlaringiz bormi? Savol.
yoki uchur. Winston o'ylandi. So'rg'idek yoki degudek alohida bir ish qilmagandek edi. Qarindoshlar yoki O'Brayinga munosabatlik savol so'rashning o'rniga uning kallasiga uning onasi umrining oxirgi kunlarini o'tkazgan qorong'u hujra, Charrington apandining do'konining ustidagi uy, heliqi aynak qog'oz bosqu, tomdagi o'yma rasmlar kelib oldi. U to'limi bemalollik bilan: "Siz apelsin va limonlar, Saint Clements shundoq jaranglar degan kon naqshini anglab baqqanmi?" deb so'radi. O'Brayin beshini langshitdi va to'limi sipoyilik bilan oxirisini tushirdi. "Apelsin va limonlar, Saint Clements shundoq jaranglar. Sen manga 3 farsing qarzdor, Saint Martin shundoq jaranglar. Qachon manga to'lab bersan? Koni beyli shundoq jaranglar. Men obdan boy bo'lganda, sho'rti cherkovi shundoq jaranglar." Men eng oxirgi misrasini bilatdim. Endi siz qaytmasangiz bo'lmaydi. Rost, to'xtang. Buni tabletlarni elib oling. O'Brayin Winstonga qo'lini tangladi. Uning kuchli alqanlari Winstonning alqinining sumaklarini g'irsiltib etdi. Eshikning yeniga kelganda u burilib O'Brayinga yana qaradi. Ammo O'Brayin Winstonni birdamdala unutib ketishni boshlagandek qiladi. Uning qo'llari tomdagi konubka ustida turadi. U saqlayotdi. O'Brayindan yiroqroq yerda uning yeshil nurliq chiroq ostidagi ustida xotirligich, ustalning yonida bo'lsa qog'ozga to'shib ketgan bir to'r sevat turadi. Bu ish oxirlashdi. 30 sekund ichida O'Brayin partiyaning boy to'xtab qolgan muhim xizmatlariga yana tushib ketadi.